Yosh avlod tarbiyasiga alohida e'tibor. Farg'ona shahridagi 27-maktab o'quvchilari uchun amaliy dars tashkil etildi. Hurmatli o'quvchilar, ushbu joy suv oqova qismining kirish qismi hisoblanib, laboratoriya uchun namunalar olinadi. O'quvchilar Farg'ona shahriga qarashli oqova suvni qayta ishlash inshooti faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ularga oqova suvni qayta ishlab zararsizlantirish va qishloq xo'jaligiga qayta yo'naltirish jarayonlari haqida mutaxassislar tomonidan batafsil tushunchalar berildi. Hurmatli o'quvchilar, mana suvlarga har xil odamlarda bo'lmas mahsulotlar tashashi, har xil demak oqova suvlarning ifloslanishiga, zararli mahsulotlar paydo bo'lishiga olib keladi. Bu setka orqali mana shu demak suvni qayta ishlashdan oldin, demak setkadan birinchi bular ajratib olinadi, ya'ni suvni toza saqlash uchun, undagi ortiqcha mahsulotlarni olib tashlash uchun. Mana ko'ryapsizmi, tabiatga biz qanchalik ziyon yetkazyapmiz, oqova suvni qanchalik ifloslantiryapmiz va buni ta'sirida demak turli xil atrof muhitga kasalliklar, turli xil atrof muhitda zararli demak ta'sirlar paydo bo'ladi. Mana bugungi mana holat o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib turibsizlar. Buni tarkibi qancha kasalliklar odamlarda turli xil demak holatlarda keltirib chiqaradi. Aynan bu kabi amaliy tadbirlar yosh avlod orasida ekologik madaniyatni shakllantirish va suv resurslariga e'tiborni oshirishga qaratilgan. Birinchi obyektda demak qayta tozalandi, har xil pamperslar bo'lar-bo'lmas narsalardan tozalanib, bu ikkinchi biologik jarayoni har xil mikroorganizmlar tomonidan suv demak qayta ishlanib, shu hududda biologik jarayonda demak qaytadan ishlanadi va bizni butun mana shahrimizdan kelgan suvlar tozalanib biologik jarayonga tayyorlanadi. Hurmatli o'quvchilar, bu yerda suv xlorlanadi, zararsizlanadi, qishloq xo'jaligiga yo'naltiriladi. Ushbu xona laboratoriya xonasi hisoblanib, bu joyda suvning kimyoviy tarkibi o'rganiladi. Katta rahmat. Rahmat. Charchamayman. Mana bugun biologiya fanidan amaliy mashg'ulot jarayoni. Bugungi mana amaliyotimizning oxirgi bosqichi xulosa chiqarish qismi. Kim o'ziga qanday xulosa chiqardi? Bugungi amaliy darsimizdan men shunday ta'sirlanib ketdim, chunki bizni kanalizatsiya qudug'imiz juda ham axlatxonaga aylanib ketibdi, axlat qutisiga aylanib ketibdi. Kanalizatsiya qudug'i axlat tashlash qutisi emasligini uydagilarimga tushuntirib aytib o'taman. Bu yerga kelib bugun amaliyotda ancha xulosa chiqardim. Bu yerga kelishimdan oldin men suv yer tagidan chiqib, kanalizatsiya suvlari yana yer tagiga kirib ketar deb o'ylardim. Oqova suvlar ancha tozalanib, ancha mashaqqatlar bilan tozalanib, qishloq xo'jaligiga foydalanishga berilar ekan. Kanalizatsiya qudug'i axlat tashlash qutisi emas.